Parvardigorlarining huzurlariga mahshar ne'matlari va azoblari, qiyomat maydonidagi odamlarning holatlari. Ikki kishining holatini ko'ramiz. Qani bu ikkalasi teng bo'ladimi, yo'q? Odamlar qabrlarida Alloh xohlaganchalik muddat turishdi. Keyin Alloh taolo qabrlarni yorishiga amr qildi. Sur cholindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlaridek, odamlar 40 turadilar. Ya'ni yilmi, oymi, kunmi unutib qo'ydi. Shundan keyin Alloh taolo qayta tirilishga izn beradi. Qabrlar yoriladi. Odamlar birinchi marta yaratilgan paytlarida qanday holatda bo'lsa, shunday holatda Parvardigorlarining huzurlariga kela boshlaydilar. Mana endi hisob-kitob boshlanadi. Shuning uchun bu kun Yawmul Fasl deb nomlandi. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorlarning huzurida qoyim bo'ladi. Shunda nido qiluvchi nido qiladi: "Ey odamlar, Robbingizni huzuriga shoshilinglar. Vaqifuhum innahum mas'ulun." Kofirlarni to'xtatinglar. To'xtatib turinglar. Ular dunyoda qilgan ishlari haqida albatta mas'ul bo'ladilar. So'roq savolga tutiladilar. Bu kunda odamlarning qabrlardan chiqishi bir-biridan farqlangani kabi yuzlari, shakllari ham farqlanadi. Yuzi nurli, munavvar yuzli kishilar bor. Yuzlari qaro, zulmatga cho'mgan kishilar bor. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. So'ngra sahifalar tarqatiladi. Odamlar to'planib turishar ekan, uzoqdan osmonda xuddi bir qora bulut singari narsa paydo bo'ladi. Yaqinlashib mahsharga kelgan sari ularni osmonda aylanib tushayotgan kitoblar ekanligini ko'rishadi mahsharda turganlar. Va bu kunda kitoblar qo'llarga beriladi. Mo'minlar, namozxonlar, musulmonlar, taqvodorlarning kitoblari o'ng qo'lidan oldidan olishadi. Endi mujrim, kofir, fosiq, munofiqlar orqa tomondan chap qo'li bilan olishadi. Birini quvonchi ishiga sig'maydi, ikkinchisini qayg'usini cheki yo'q. Bugun birodarlar, hashr kuni, fasl kuni, tag'obun kuni, hisob kuni, qiyomat kuni. Bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Bu kunda mo'min bilan kofirning